bir oyda 1000 sim keltirib turadigan hovlini ko'rsataman sizga. Nimaga unaqa deyapman? Video davomida ko'rsangiz bo'ladi. Oldi tarafda akam do'kon, ovosh va mevalar sotish uchun do'kon, undan tashqari ofisga joylarni qilib ijaraga topshirib qo'yganlar-da, okay? Oyiga 1000 sim shunda kelib turadi. Menimcha rasxodlaringizga, uy rasxodlariga bemalol yetsa kerak. Bitta kiruvishdan boshlab obzorini qilamiz. Xonadonimizga asosiy kiruvirish darvozamizni, eshikni teglari ham chiroyli, mashina qo'yishga sharoitlar qilib qo'yilgan. Kirishimiz bilan o'ng qo'ldagi xonamizdan boshlaymiz. Bu bizani hol qismimiz, juda chiroyli stilda qilingan holimiz. Как zal sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Kirib keldik. Bu yerda yozda o'tiradigan joyimizni qilingan. Chap qo'limiz yashil maydon landschaftniy dizaynlariga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Ekilgan archalarimizni hammasiga mehr berib qo'yilgan. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Ray centerdan kirib keldik. Dala Guzar mahallasida joylashgan. Hovlimizni общий 466 sotu oldidagi do'konlar ijaraga topshirib qo'yilgan. Oyma-oy, menimcha mana shu hovlining rasxodlariga normalniy pul keltirib turadi. Podvalimiz bor, bitta xona. Yozgi oshxonamiz bor, hovlimizning orqa tarafida va bu yoq tarafda bo'lsa bizani qishki oshxonamiz qilingan. Juda akkuratni, chiroyli, bemalol ovqat tayyorlab, mashti shunday zavtrak qilib o'tiradigan sharoitlarimizgacha qilib qo'yilgan. Zo'r tarafi ko'pchilik bir qavatli uyda yashaydiganlar bilishadiki, oshxona uy ichida emas, alohida bo'lish kerak deyishgan mijozlarimizga mana idealniy taklif. Ichkariga o'tamiz. Kiruvirish, mana eshiklarimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Juda chiroyli qo'yilgan. Xo'p, xonadonimizga shunday kirib keldik. Bu yoq tarafda chap qo'lda bitta xonamizni ko'rayotganingizdek, как детский qilib qo'yilgan. Mebellarimiz tayyor, remontlarimiz bo'lsa svejiy holatda turibdi. Shunday binoga kirishimiz bilan ro'parada bu yerda bitta bizani общий sanuzel va shunday yonida bo'lsa yosh katta otaxon onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan spalnamiz. Bu spalnamiz детскийga nisbatan kattaroq, bu yerda ham remontlari akkuratniy holatda turibdi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizani zalimiz. Katta zal, xuddi shunaqa remontlarimiz xullas svejiy holat, ya'ni kirib bemalol yashaydigan holatda turibdi. Yonida bo'lsa, mana eshigimiz qo'yilgan, eshiklarimiz ham baland-baland. Bu bizani yana bitta родительский, ya'ni ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. O'zini ichida ko'rayotganingizdek, bu yerda sanuzel va встроенный mana shunaqa chiroyli mebellari qilingan. Bozorchi akalarimizga ham juda yaxshi taklif ekan. Shunda bekbarakaga chiqib turishimiz. Xonadonimiz uglovoyda joylashgan. Alohida o'zini elektromobilli zaryadlash stansiyalarigacha qo'yib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, aka 219 ming so'ralyapti, o'tib beradigan joyi bor.